Bugun mijozlarimizdan kelgan Novay brendi haqidagi eng aktual top 5 ta savollarga javob beramiz. Birinchi savol: qo'ng'iroqni yozib olish funksiyasi qaysi modellarda bor? Qo'ng'iroqni yozib olish funksiyasi fleshka o'qiydigan barcha modellarimizda bor, faqat 106 hamda OneSIM modellarimizda yo'q. Ikkinchi savol: Bluetooth naushniklar yoki AirPods tugmali telefonga ulanadimi? Albatta ulanadi. Uchinchi savol: qaysi tugmali Novay telefonlari mobil точка доступ tarqatadi? Hozirgi kunda bu funksiyasi bor tugmali telefonlarimiz mavjud emas, lekin tez orada ishlab chiqarish rejamizda bor. To'rtinchi savol: zaryadi ko'p ketadigan tugmali Novay modeli qaysi? Bu savolingizga T500, T515, T250 modellarimizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bundan tashqari, Pi rusumdagi modellarimizning ham batareykasi ancha kuchli ishlab chiqarilgan. Beshinchi savol: kafolat qanday ishlaydi? Qayerga borish kerak? Juda o'rinli savol. Hozirda O'zbekiston bo'ylab 100 dan ortiq servis markazlarimiz bor. Biz har bir ishlab chiqargan telefonimizga 1 yilgacha kafolat beramiz. Shu vaqt mobaynida qandaydir muammolar kuzatilsa, servisimizga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'sh, Novay mahsulotlari haqida sizni qiziqtirgan yana qanday savollar bor? Fikringizni izohlarda yozib keting. Keyingi videolarda albatta javob beramiz.